Hürmetlik Şarkı Türkistan'la kıyırdaşlar. Şarkı Türkistan Haber Agentliği'nin haberler programısını görüşenlerini kıskan karşı alınız. Tüyende tepsili mezmununu diktanlık sunumuz. Xitay Tayvanni tinch usulda birlikka keltirishni xohlaydiganligini, zarur topilsa qurol kuch ishlatadiganligini aytgan. Washington vaqti xabar to'rining 22 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerikaning yuqori darajalik bir amaldorining aytishicha, 15 noyabr kuni Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy katibashi Xi Jinping San Fransiskoning janubidagi hukumat maxsus uyida ko'rishib, 4 soat suhbatlashganda Xitoy katibashi Xi Jinping Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining Xitoyning o'zining egilik huquqidagi Tayvanni ishg'ol qilib olishni planlaganligini rad qilgan. Tayvan bilan aloqador mohiyatlik almashtirish ilib berilgan bu suhbatda Xitoy katibashi Xi Jinping Tayvan haqidagi andishalarini tilga olib, buni jiddiylik bilan to'lgan Amerika-Xitoy munosabatidagi eng cho'ng, eng xatarlik masala deb atagan. Amerikaning yuqori darajalik amaldori yig'indan keyin muxbirlarning so'ragan savollariga javob berib, Xi Jinpingning tinch usul bilan birlikka keltirishni xohlaydiganligini ochiq o'tirg'a qo'yib, yana potensial kuch qo'llanishning shartlarini o'tirg'a qo'yganligini aytgan bo'lsa-mu, konkret shartlarni oshkorlamagan. Ammo burun Xitoy agar Tayvan mustaqilligini e'lon qilsa, bu qurolliq to'qinishga, yadro qurollarining tunutilishi va taraqqiy qildirilishiga yo'l ochishning mumkinligini aytgan. Bayden 100 ingliz mili uzunligidagi Tayvan orolining tinchligi va muqimligini qo'g'daydiganligini intayin aniq qilib aytgan edi. Baydenning agar Tayvan hujumga uchrasa, Amerikaning harbiy aralashmaydiganligini aytganligi noaniq. Bayden muxbirlarni kutib olish yig'inida mushunga o'xshash javobga bergan va'dasiga aloqador burungi bayonlari to'g'risidagi bir savolni javobsiz qo'ygan. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyer apandi ijtimoiy axborot shubhasi X, ya'ni burungi ismi bo'yicha Twitter hisobidan Bayden hokimiyatining Xitoyning Adliya bilimlari institutini qora tizimlikdan chiqarganligi, Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oshkora ko'rmakka selishdan iborat deb aybladi. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyer 23 noyabr kuni ijtimoiy axborot shubhasi X, ya'ni burungi atalishi bo'yicha Twitter hisobidan minnatdorlik bayramida Sharqi Turkiston xalqi bilan hamkorlashuvchilarga minnatdorlikni bildirganligini, qo'llashlarning mustaqillik, erkinlik ko'rishimizga kuch ato qiladiganligini, ko'pchilikka tinchlik va baxt tilaydiganligini aytgan. Xitoy Sharqi Turkistonda sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yushirish, xalqaro jamiyatning tunishini o'zgartirish maqsadida boshlatgan qop-qora yolg'on tashviqot faoliyatlarini Osiyo davlatlarida kengaytirishga tirishmoqda ekan. Xitoy Uyg'urlar bilan munosabatlik soxtaliklarni bu qatam Koreyada boshlatgan. Xitoyning asosiy zuvoni bo'lgan Xinhua xabar agentligining yaqinqi xabarida aytilishicha, Xitoy hukumati 16 noyabr kuni Koreyaning poytaxti Seulda bizning Xinjiang yaxshi makon degan shior bilan boshlangan madaniyat sayohati haftalik ochilish murosimi o'tkazgan. Xitoyning Koreyada turishliq bosh elchisi Shanxayning va atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining kultur va sayohatchilik idorasining direktor yordamchisi Jang Yongdong murosimda ayrim-ayrim holda so'z qilib, bu faoliyatning Janubiy Koreya bilan Xitoyning munosabatining yaxshilanishida turtkilik rol o'ynaydiganligini va texim ko'p Janubiy Koreyalik do'stlarning atalmish Xinjiangni ziyorat qilib, rayondagi taraqqiyot va ijtimoiy turmushni ko'zdan kechirishini mamnuniyat bilan qarshi olganligini aytgan. Tilga ilingan qop-qora yolg'on tashviqot faoliyatini Seuldagi Xitoy madaniyat sayohat markazi, Sharqi Turkistondagi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni madaniyat va sayohat tarmoqlari, Koreya, Xitoy iqtisod, madaniyat va ma'rif jamiyati birlikda o'rinlashtirgan bo'lib, tashviqotning noyabrning oxirigacha davomlashadiganligi xabar qilingan. Seuldagi Xitoy madaniyat markazi 100 ga yaqin atalmish Xinjiang bosh tema qilingan rasm ko'rgazmasi, saxta tashviqot filmi, to'qilma hujjatlik film va Sharq Turkistondan elib kelingan Uyg'ur san'atkorlarining nomerlari bilan Koreya jamiyatining tonishi, ko'z qarashlarini qaymoqtirmoqchi bo'lgan. Kuzatuvchilar Xitoyning maqsadining chet elliklarda Sharq Turkistonni taraqqiy qildirayotgandek tonish shakllantirish, o'z manfaatini ko'zlaydigan davlat hukmronlarini qo'llanish orqali xalqni qaymoqtirib, irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatini yushirish ekanligini mo'ljallamoqda ekan. Mustamlika ostida o'tgan bir butun kechmishimizga qaraydigan bo'lsak, qilalaydiganlarimizning ichida qilganlarimizning oz bo'lishi,
Qilganlarimizning ichida bo'lsa, olgan unum mahsulotlarimizning tuvan bo'lishi, hatto olmagan bermagan tarzidami nisbatlashtirgili bo'lmaydigan darajada orqaga chekinishga majbur bo'lishdek ochiq bir tragediyaning bizga g'azab bilan tikilib qarayotganligini tan olmay turolmaymiz. Shuning bilan bir vaqtda bundaq bir xulosaga kelishimiz orqasida samimiy holda o'z-o'zimizga dadil bo'lolmaslik, masalalarni tanqidiy nuqtadan turib ko'rolmaslik, ichki hisob-kitob qilishga sal qarash, her bosqichda bir silkinib turib boshdan o'tkazganlarimizning hisob-kitobini chiqarib turmaslik, qayerda kamchilik sodir qilib, qayerda ketkizib qo'yayotganligimizning, qayerda chekdan oshirib, qayerda haddimizni bilolmay qilayotganligimizning hisob-kitobini vaqti-vaqtida qilib, bosh oxirini bo'g'ib, ibrat savoqlarini chiqarib, plan projelarda mazkur savoq ibratlarni diqqatga olgan holda astoydillik bilan qadam ilishdek, aqalliy mas'uliyatni o'rindashga sal qarash qatorliq ajallik bexutliqlarning yo'l qo'yishga bo'lmaydigan savallik xatoliklarning yotganligini ko'rib yetamiz. Muhimi siyosiy kulturimizda ichki hisob-kitoblarga sal qarash xohishlarining qandaqdir g'ayri kultur tusiga, bema'nilashgan odat an'ana holatiga kelib qolishning vabolining og'ir bo'layotganligini ko'rib yetishimiz muhimlik nuqtasidan hamisha o'zining zaruriyat jihatdagi avvallik darajasini saqlab keldi va kelmoqda. Agar buningga o'rnak ko'rsatishga to'g'ri kelsa, ikkilenmey yıllardan siyasi g'oyani izchil bo'yinturuq ostiga ilib kelayotgan Uyg'urlarning kishilik va huquq masalasi da'vochiligini mustaqillik yo'lining bir parchasiga aylantirib olish, qadam olishda har qachon buni avvallik darajasiga tizib olish hodisasini misol qilib ko'rsatishga bo'ladi. Burhan Muhammadning Qurib ketgur kishilik huquq da'vochiligi nomli maqolasidan olindi. Bugungi xabarlarimizning oxirisiga keldik. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.